8 bob. Hazreti Ayso Zaytun tig'iga chiqib ketdi. Ertasi saharda u yana markaziy ibodatxona ho'ylariga keldi. Butun jamoat uning yeniga kelib olgan edi. U o'ltirib, ularga ta'lim berishga boshladi. Shu chaqda ba'zi Tavrat ustozlari bilan farisilar zina qilib tutib qolgan bir ayolni uning oldiga elib kelishdi. Ular ayolni o'tirg'i chiqarib, Hazreti Aysodan: "Ustoz, bu ayol zina ustida tutib elindi. Musa payg'ambar Tavrat qonunida zina qilgan ayollarni chalma-kesak qilib o'ltirishni buyurgan. Sizcha qanday qilish kerak?" deb so'rashdi. Ularning bundoq deyishdiki g'arizi Hazreti Aysoni tuzoqqa tushirib, uni gunohkor deb ayblashga bahona izlash edi. Biroq Hazreti Ayso engishib, qo'li bilan yerga bir nemalarni yozg'ilutdi. Ular shu savolni so'raverdi. Shunga Hazreti Ayso ruslanib, ularga: "Oranglardagi gunohsiz kishi bu ayolga birinchi toshni otsin", dedi. Ondan yana engishib, yerga yezishni davomlashtirdi. Ular bu so'zlarni anglab, oldi bilan yashanganlari, ondan keyin boshqalari birining kaynidan biri u yerdan chiqib ketishdi. Oxirda Hazreti Ayso oldida o'ri turgan yilqi ayol bilan yolg'iz qoldi. Hazreti Ayso ruslanib turib uningga: "Xonim, sizni shikoyat qilganlar qani? Sizni so'roq tortadigan odam chiqmadimi?" deb so'radi. "Chiqmadi, hazratlari", dedi ayol. Hazreti Ayso: "Menmi sizni so'roq qilmayman. Qayting, buningdan keyin gunoh qilmang", dedi. Hazreti Ayso yana ko'pchilikka mundoq dedi: "Dunyoning nuri o'zimdirman. Menga egashganlar qorong'ulikda qolmaydi. Aksicha hayotlik nuriga erishidi." Parislar: "Sen o'zingga o'zing guvohlik beryapsan. Shunga sening gaplaringga ishongili bo'lmaydi", deyishdi. Hazreti Ayso ularga mundoq dedi: "Men o'zimga guvohlik berib so'zlasammi, so'zlarim haqdir. Chunki men o'zimning qayerdan kelganligimni va qayerga ketadiganligimni bilaman. Lekin sizlar buni bilmaysizlar. Sizlar insonlarning o'lchimi bo'yicha hukm qilasizlar. Biroq men hech kimga hukm qilmayman. Hukm qilib qolsammi, hukmim to'g'ri bo'ladi. Chunki hukm qilganda men yolg'iz emas, balki meni avatguchi otam men bilan billidir. Sizlar rioya qiladigan Tavrat qonunida ikki guvohchining so'zi o'xshash chiqsa, ularning so'zlari to'g'ri deb yozilgan. Men o'zim uchun o'zim guvohlik beraman. Meni avatgan otammi men uchun guvohchidir. Otang qayerda? deb so'rashdi ular. Sizlar yo meni tonimaysizlar, yo otamni. Meni tonigan bo'lsanglar, otamnimi tonitdinglar, deb javob berdi Hazreti Ayso. Hazreti Ayso bu ta'limlarni markaziy ibodatxonadagi iona to'planadigan yerda aytgan edi. Biroq hech kim uni tutmadi. Chunki uning vaqt soati texi yetib kelmagan edi. Hazreti Ayso ularga yana: "Men bu yerdan ketaman. Sizlar meni izdaysizlar, biroq topolmaysizlar. Shundaqla gunohlaringlar kechirim qilinmayla o'lisizlar. Men ketadigan yerga sizlar bora olmaysizlar", dedi. Buning bilan Yahudi oqsoqollari: "U men ketadigan yerga sizlar bora olmaysizlar", deydi. "Bu o'zimni o'ltirib olaman deganligimidu", deyishdi. Hazreti Ayso ularga: "Sizlar bu yerlik bo'lib, bu dunyoga tava. Men bo'lsam, arshdan kelgan bo'lib, bu dunyoga tava emas. Shuning uchun sizlarga gunohlaringlar kechirim qilinmay o'lisizlar", dedim. Chunki sizlar mening mangu bor bo'g'uchi ekanligimga ishonmasanglar,
Günahlarınla keçirim kılınmay, öylesile, dedi. Sen zodi kim? Dep soraştı ula. Baştın tatip sizlerge nemi degen bolsam, men şu. Asli menin sizlerni sorak tatıdığan nurgun sözlerim bayidi. Şundaq bolsumu, meni evet küçüdün anlıganlarımnıla insanlarga uqtırıvatımen. Çünkü o haqdır, dedi Hazreti İsa. Ula, Hazreti İsa'nın özlürge itqallarının atsı Xuda toğrı ekanligini düşünelmedi. Şuna Hazreti İsa mundaq dedi. Sizler insan oğlunu kreski mıxlap tikligenden keyin, onun мәңгі ба boğucu ekanligini bilisizler. Şundaqla, hiç işni özlügümden qımğalıgımni ve faqat atamның ügetkininla sözlügenligimni mu bilisizler. Yeni evet kişi men bilen billidir. O meni hergiz yalğız koymadı. Çünkü men hemişe onu xush qiladigan ishlarni qilaman. Hazreti İsa bu sözlerini qılayotgan çağının özü de nurgun kişiler onunla etiqat qildi. Hazreti İsa özgü etiqat qilgan Yahudilarga, agar mening ta'limim bo'yicha ish ko'rsanglar, mening haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Haqiqatni bilisizlar va haqiqat sizlarni erkinlikka erishtiradi, dedi. Biz İbrahimning avlodlarimiz, deb javob berishdi ular. Hech kimga hech qachon qul bo'lmadik. Sizning haqiqat sizlarni erkinlikka erishtiradi deganingizning ma'nosi zodi nima? Bilib qo'yinglarki, gunoh sodir qilgan kishi gunohning qulidir, dedi Hazreti İsa ularga. Qul oilaning mangulik a'zosi bo'la olmaydi. O'g'il bo'lsa, shu oilaning mangulik a'zosidir. Shuning uchun Xudoning o'g'li sizlarni erkin qilsa, haqiqiy erkin bo'lasizlar. Sizlarning İbrahimning avlodi ekanliginglarni bilaman. Biroq meni o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar. Chunki mening ta'limim sizlarning qalbinglarda o'rin olmadi. Men otamning yendi ko'rganlarimni sizlarga aytyapman. Sizlar o'z otanglardan anglaganlaringlarni qilyapsizlar. Bizning otimiz, ajdodimiz İbrahim, deb javob qaytirishdi ular. İbrahimning farzandlari bo'lsanglar, İbrahimning yaxshi amallarini qilgan bo'latdinglar. Biroq hozir aksicha meni, ya'ni Xudodan anglagan haqiqatni sizlarga yetkazgan kishini o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar. Ajdodinglar İbrahim hergiz undaq ishni qilmagan. Sizlar o'z otanglarning qilganini qilyapsizlar, dedi Hazreti İsa. Biz haromdan bo'lmadik. Bizning faqat birli otimiz bor. U bo'lsa Xudodir, deyishdi ular. Otanglar Xudo bo'lgan bo'lsa, meni so'ygan bo'latdinglar, dedi Hazreti İsa. Chunki men Xudoning yenidan keldim. Shuning uchun bu yerdaman. O'zligimdan kelgan emasman, balki u tarafidan avatilganman. So'zlarimni nemishqa tushunmaysizlar? Aniqki, mening ta'limim qulg'inglarga yoqmayotidi. Otanglar shayton bo'lg'ashqa, sizlarmi uning havaslari bo'yicha ish qilasizlar. U azaldan qotil ham haqiqatni tumaydi. Chunki uningda haqiqat yo'qdir. Yolg'on so'zlash uning tabiiy xususiyati. Chunki u yolg'onchi va yolg'onchilikning piridir. Men bo'lsam haqiqatni so'zlayman. Shunga menga ishonmaysizlar. Qaysinglar mening gunohim borlig'ini isbotlab beralaysizlar? Qani? Haqiqatni so'zlasam, nima uchun menga ishonmaysizlar? Xudoning farzandlari Xudoning so'zlarini anglaydi. Sizlar Xudoning farzandlari bo'lmaganinglar uchun uning so'zlarini anglaysizlar. Yahudi oqsoqollari Hazreti İsa'ga javoban: "Ajaba, bizning seni Samariyilik
hem cin çaplaşkan odamsan degan so'zimiz to'g'ri emasmi? deyishdi. Bana cin çaplaşqini yo'q, dedi Hazreti İsa. Men otamni hurmat qilaman, lekin sizlar menga behurmatlik qilyapsizlar. Mening o'zimni ulug'lig'im yo'q, lekin mening ulug' bo'lishimni xohlaydigan biri bor. Uning hukmi odildir. Bilib qo'yinglarki, mening ta'limim bo'yicha ish ko'rgan kishi mangu o'lmaydi. Ular Hazreti İsa'ga "Sana cin çaplashqanligini endi aniq bildik" deyishdi. Hatto ajdodimiz İbrahim ve boshqa payg'ambarlarmi o'lgan tursa, sen qandoqcha ta'limim bo'yicha ish ko'rgan kishi mangu o'lmaydi deyalaysan? Ajaba, sen olamdan o'tgan otimiz İbrahimdin ve vafot bo'lgan boshqa payg'ambarlardanmi ustun turamsan? Sen o'zingni zodi qandoq odam deb hisoblaysan? Hazreti İsa mundaq javob berdi. Agar men o'zimni ulug'lasam, mening ulug'lig'im bekor bo'ladi. Biroq meni ulug'lug'ichi sizlar Xudoyimiz deb ataydigan otamning o'zidir. Sizlar uni to'nib yetamidinglar, lekin men uni to'nayman. Uni to'nimayman desam, sizlardek yolg'onchi bo'laman. Biroq men uni to'nayman ve uning so'zi bo'yicha ish ko'raman. Otanglar İbrahim mening kelishimga intizor bo'lgan, ham kelganligimni oldin ola ko'rib, intayin xushal bo'lgan. Sen texi 50 yosh kirmagan turib, ajdodimiz İbrahimnimi ko'rdingmi? deyishdi ular. Hazreti İsa ularga, bilib qo'yinglarki, men İbrahim tug'ilmasdila bor edim, dedi. Bunun bilan ular yerdan tosh elib, Hazreti İsa'ni chalma kesak qilmoqchi bo'lishdi. Lekin u o'zini daldig'i elib, markaziy ibodatxonadan chiqib ketdi.